Unda kelish uchun 9da budilnikka qo'yib, uchib keldik, ertalabdan oldik. Yoqdi zo'r, lekin ikkita-uchta joyda solishtirdim. Ancha buni sifatliligi bilindi, shuning uchun qaror qilib shu yerdan olib ketyapman. Ancha sifati zo'r ekan, boshqa yoqlarga qaraganda. Kelishinglarni tavsiya qilaman, skidkalar rostakam ekan. Kattakon rahmat Bagima 0002 ga. Juda ham sifati zo'r. Buxorodan keldik, shuni olishimiz uchun. Yoqdi, narxi ham yoqdi, o'zi juda ham yoqdi. Assortimenti juda boy bo'lgan do'kon ekan. Asosiysi arzon narxga olyapmiz. Gap sifati bilan o'zim eng arzon narsani oldim. Men kecha bugungi klient emasman. 5 yildan beri klientman. Ko'rib Instagramdan reysga keldim. Xalqbob savdolar bo'lib, hamma xursand bo'lib ketyapti sizlarga. Alloh barakanglarni bersin. Assalomu alaykum hammaga. Rosa zo'r skidkalar qilib berishdi bizga. Kelinglar, tavsiya qilamiz. Bayramga chotki skidkalar olib olasizlar. Rahmat sizlarga.